Ishonasizlarmi, shunaqa SMS kelishini ertalab shu shubamni kiyayotganimda ko'tim bilan sezdim. Lekin afsuski bu ustimdagi shuba erimniki emas. Bugun sizlarga kun davomida nima ish qilganimni erinmasdan videoga oldim. Xohlasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar, xohlasanglar o'tkazib yuboringlar. Xullas ertalab turdim, yuzimni yuvdim, tishimni yuvdim. Har kun men bilan bo'ladigan muammo shkafni ochib tutaman. Как будто kechasi u bukim kelib, meni kiyimlarim orasiga yangi kiyim qo'shib ketgandek. Lekin shuncha kiyim bo'lsa ham hech narsa kiyishga topolmayman. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'ladimi? Shu Dubayda olgan sumkamni bir marta tutibman. Erim gapiravergandan bugun ham tutishga qaror qildim. Germaniyadan zakazlarim kelibdi. Buni sizlar bilan keyinroq obzor qilamiz. Har kuni uyda odamga o'xshab kiyinib chiqib ketardim. Cho'ta bugun video olayotganimga hayajonlandim, bilmayman. Umuman o'zimga yoqmaydigan ni komfort ni kiyimlarni kiyib oldim. Reklamaga borishim kerak, lekin maza qilib uxlab qoldim. O'shaning uchun mashinam qizigangacha men ham dazmolimni qizdirib, sochimni tekislab oldim. Kecha ofisda syomka bo'lgani uchun bo'yanadigan kosmetichkalarim ham ofisda qolib ketibdi. Yugurib keldim, ichkariga kirib odam bashara bo'lib bo'yanib oldim. Ahamiyat bermaysizlar bardakka, chunki kecha kiyimlar reklama qilganman, qandoq bo'lsa shundayligicha qolgan. Va bugun yig'ishtirmasdan yana qandoq bo'lsa shundayligicha tashab chiqib ketdim, chunki juda ham shoshib. Bugun reklamani asadsiz bitta o'zim shtatifim bilan olaman. Shunaqa zo'r yangilik kelgan. 1,5 soatlik syomkadan keyin pulimni halollab olib, uyimga kirib, nima ishlab bitdi, nima ishlab bitmadi deb ustalarni tekshirib ketaman deb Targov sentridagi Energy uyimga keldim. Ancha bitib qopti, bilmadim, yangi yilni shu uyimizda kutib olishimiz mumkin. Kuxnyalari, garderobnilari men o'ylaganimdan ham juda ham chiroyli chiqayotgan ekan. Qaysi kvartirada yashasa ham mezza qilib yashaydi, chunki parkka qaragan vidi bor. Undan keyin sekin uyga qaytdim, qornim itdek ochib ketdi, chunki zavtrakam qilmaganman. Madina kecha ovqatdan qolganmi? Isitib turing, o'shani kirib olman. Pulim ko'p bo'lsa ham kechaga ovqat deyman. Va qizlar, it bitga buyurdi, bit quyrug'iga buyurdi deydi-yu, kirib endi ishtaha bilan moshxo'rdan ichib issiq ekan. Xonaga kirib, ungacha montajimni qilib chiqaman, moshxo'rda ham sovib turadi deb ichkariga kirib, endi montaj qilyotdim, erim telefon qilib uyga kelyapman. Qornim och, nimadir tayyorlab qo'y dedilar-yu. Shunda somsan duxovkaga tiqdim, ovqat demay erimga atalgan ekan, erimni nasibasi ekan deb yoniga qolgan narsalardan ham isitdim. Erim kelib ovqatlarni yeb ketdilar. Komanda keldi, yana reklama, syomka davom etamiz.